Yurak kuchi nima? U qanday o'lchanadi? Yurak kuchi yurakning asosiy kamerasi bo'lgan chap qorinchani otish funksiyasi bilan baholanadi. Uni o'lchash uchun EKG apparatida Simpson usulida 95% holatda shu Simpson usuli qo'llaniladi. Simpson usulida o'lchanadi. Ya'ni chap qorincha to'liq bo'shashgan holatdagi hajm chap qorincha to'liq qisqargandagi hajmdan ayriladi va dastlabki hajmga bo'linadi va shundan keyin foizda chiqadi. Masalan, yurak to'liq bo'shashgandagi hajm 100 ml, yurak to'liq qisqargandagi hajm 60 ml, ayiramiz 40 ml. Uni yana 100 ga bo'lib 100 ga ko'paytiramiz. Ya'ni yuragimizning kuchi demak shu bemorda 40% ga teng bo'lyapti. Normada erkaklarda 52% dan baland bo'lishi kerak, ayollarda 54% dan baland bo'lishi kerak. Sodda qilib tushuntirganda, masalan, xona ichiga 100 litr suv kirganda, normada 55-56 litrini yurak qisqarib otishi kerak, 46-45 litri qolishi kerak. Agar bu prosent kamayib ketsa, masalan, 40% ga tushdi. 100 litr qon kiryapti, qisqarganimizda 40 litrini otyapmiz, 60 litri yurak ichida qolyapti. Va yurak ichida bosim oshadi va yurak yetishmovchiligi belgilari paydo bo'ladi.